Agar Damazning saloni mana shunaqa bo'lganda, Emas. sotilmagan bo'lardi va Gentra ham olinmagan bo'lardi. Oppoq Damazning sotib deydi-ku, mana shu Damazdan-da akalar. Qora rangdagi salon o'zi ko'pchilikka yoqadi. Bu mashina ham sizga yoqadi degan umiddamiz, lekin mashina haqiqatan qurt bo'ldi. O'zingiz ko'rib, video davomida albatta o'zingiz fikringizni yozib keting va videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tog'amda bor mani Damas minish sangamas, super salon keremas, to'rtta ballon bo'lsa bas. Tog'amda bor mani Damas minish sangamas. Qoidot akalar, bu Damaz ichida yomg'irda kofe-chan ichib, stories oladigan Damaz bo'ldi-da. Salon освещение, elektronika emas, stiklopodъемniklar, kojunni rul, sidinasiga o'zingiz alohida baho berasiz. Tepalari yonib yuradi-ku akalar. Ko'ryapsizmi? Chexollariga bitta e'tibor bering. Qanaqangi chiroyli bo'ldi, o'rtalari alikantara bo'ldi. Sovuqda muzlab qolmasligi uchun. Buni qarang. Qoidot, lekin Damazchilar o'zi mashinasiga yomon mehr berib qo'yapti akalar. Ashshi zo'rmi? Xullas shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Podpiska va like esdan chiqmasin.